Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili elchi Sergio Gor AQSh O'zbekiston Ishbilarmonlik va investitsiya kengashining hamraisi etib tayinlandi. Bu haqda AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lum qildi. Yangi kengash AQShning Amerika birinchi iqtisodiy dasturini ilgari surish, ikki davlat o'rtasidagi investitsiya va savdo imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi aytiladi. Elchi Sergio Gor kengashda O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva bilan hamraislik qiladi. Loyiha ayniqsa IT va raqamli innovatsiyalar sohasida qo'shma tashabbuslarni rivojlantirish, yirik investitsiya va eksport loyihalarini muvofiqlashtirishni maqsad qiladi. Eslatib o'tamiz, AQSh O'zbekiston Ishbilarmonlik va investitsiya kengashi Prezident Mirziyoyevning Vashingtonga tashrifidan so'ng noyabr oyida tashkil etilgan edi.